Kulgular sizga yarashsin, kulganlar yuzdan oshsin, do'stlarga bag'rin ochsin ulug' yoshlarda. Kulgular sizga yarashsin, kulganlar yuzdan oshsin, do'stlarga bag'rin ochsin ulug' yoshlarda. Avvalambor assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Mana bugun biz Oqbo'tayevlar xonadondamiz. Ushbu xonadonning kenja farzandi Oybekjon Hamroqulov shaxmat bo'yicha jahon chempionatida g'olib bo'ldilar va jahon chempioni bo'ldilar. Biz Oybekjon Hamroqulovning xonadonida ularning oila a'zolari bilan suhbatlashamiz. Hamma tayyormi? Otaxonlar, tayyormisizlar? Boshlaymizmi? Tayyormiz, bolam. Chempionni dadasi ham tayyormi? Mana 2 soat bo'ldi buni tayyor bo'lganiga. Mana. Ha, tushunarli. Kimdan boshlaymiz bo'lmasa? Mendan boshlaysan-da. Men ham medal olganman vaqtida. Ha, shu medalni taqib kelavermabsiz-da. Hamma ko'rardi. Taqib kelmoqchi edimi? Berishmayapti-da. Otaxon, medal olgan bo'lganingizda o'z vaqtida berilish kerak edi-ku. Yo'q, medalni oldik. Keyin bir choyxonada o'tirib, uni yudik. Keyin qarz bo'lib qolib, uni o'rniga o'sha medalni qoldirib keldik. Mana haligacha berishgan yo'q. Endi mo'xir bolam. O'shaning uchun o'zim men unaqa dabdabalarni yoqtirmayman. Kerak emas, nima qilasiz? O'shaning uchun mana imijimida, bir tor doirada mana kerakli odamlar shu yerda muhimi. Shunaqa. Mana shunaqa qilib o'tkazamiz, chiroyli qilib endi nima qilamiz endi dabdaba qilib. Endi fursatdan foydalanib, bular yo'qligida bitta gapni aytib qo'yay. Xo'sh. Bitta yaxshi xabar va bitta yomon xabar bor. Qanaqa xabar? Yaxshi xabar shuki, uchastka o'yinimiz Abduvohid. Abduvohidmi? O'sha o'g'illik bo'pti. Yaxshi-ku. Uka, tabriklagani boramiz. Yomoni qanaqa ekan? Yomon xabari shuki, uni o'g'illik bo'lganini xotini bilib qopti. Mana azizlar, chempionimiz ham shu yerda. Endi Oybekjon bilan hamda uning yaqinlari bilan suhbat quramiz. Xo'sh, siz o'zingizni tanishtiring. Kim bo'lasiz? Men Oybekjonning sinf rahbari bo'laman. Oybekjon bizning maktabimizdagi eng iqtidorli o'quvchilarimizdan biri. Men buni birinchi sinf rahbari bo'lganimda sezganman. Shuning uchun men Oybekjonni qo'llab-quvvatlab kelganman. Men nabirangizni sinf rahbari bo'laman. Ha, taniyman sizni xizmat qizim. Oybekjonni ota-onasiga shikoyatim bor. Ya endi nima shikoyatingiz bo'lsa, mana menga aytaverasiz. Bu navoramni ilm olishi, tarbiyasi, hammasi o'zimiz zimmamda. Nabirangizga yaxshi tarbiya bera olmaysiz. Nimaga tinchlik-ku? Navoram urush janjal qilmasa, dars qoldirmasa, kattalarni hurmat, kichkinalarni izzat qilsa, janjal qilmasa, nima bo'ldi? Dars paytida ahmoqona gaplar gapirib o'tiradi nabirangiz. Nima deydi? Oy nurini sochib, tunda yorug'ligi beradi desam, oy nur sochmaydi. Quyosh nurini bizga qaytaradi deydi. Kechqurun quyosh yo'q bo'ladi-ku. Mayli, xafa bo'lmang. Navoram bilan o'zim gaplashib qo'yaman, mayli. Gaplashing. Lekin meni bilimsiz deb o'ylamasin nabirangiz. Mana maktabda, institutda a'lo baholarga o'qiganman. Ishonmasangiz bitta savol berib ko'ring. Mayli, savol beramiz, mayli mana. Shaxmatni bilasizmi? Albatta bilaman. Ot qanday yuradi? Ot to'ra oyoqlab yuradi, taq qilib. To'g'ri qizim. Bizdan bir qizil diplom berib yuborgandilar sizga? Mayli, bo'ldi. Ayb navaramda ekan, o'zim gaplashib qo'yaman.
Osh hidi kelyapti, ha? Ha, osh bo'lyapti. Endi Erkaboy aka, bu issiqda men osh yeyolmayman. Bilaman, siz ham yeyolmaysiz. Shunga bir jiyanga bir tabakaga pul berib yubordim, sizga ham qo'shib olib kelsin deb. Olib kelsa ikkalamiz surishib ketarmiz, ha? Mayli uka, lekin shoshganda pul olish esimdan chiqib ketibdi-da. Ha, muammo emas, hech qisi yo'q. Ha. Jiyan, Avro nima qilasiz? Mayda shuda bilan qorinni to'qlab olaman. buni hozir 2 minutda hal qilaman. O jiyan, boya bir 100 ming beruvdim-ku. Shuni 50gini qaytar. Hop, mana bo'ldi. Bu kishini puli yo'q ekan. Mani o'zimga olib kelaverasan bo'lmasa, xo'pmi? Hop. İsmail aka, mana shu Fayzli ham barakalla yaxshi yigitda. O'zi katta mahallani raisi qarang, qancha tashvishi bor. Shuncha tashvishni ortib kelib mana bizni bolallarimizga lekin bir narsa ko'z bo'yag'ishlar ko'rsatib, qarang, xursand qilyapti bolalarni. Rahmat. Ha, barakalla. Ana siz aytganini qilasizlar, ha? Ko'rdingizlar, bu top men aytganimni qiladi. Ko'rdingmi? Mana bu top, ha? To'xta desam to'xtaydi. Bir şapka turamızdan ustan, ana kızana ne dedi? Ana malaziz, zor oldu. Ana oğul vallahi görerken benim de tutmayın. Engelip tezim barka yaxshilab tezim bar engelib. O, yana. O, yana. Yaxshilab engel. Yana o malades zo'r edi. Muhammad koyamiz. Yaşlar taraf duramız. Hop. Oldu. Yaşlar tarafımızın içine koyup duramız. Nasıl 2 asla yağla. Yemek yağlanın içinden. Bu adli su emas, bu adli su emas, sihirli su. Sihirli suvni içine yok, korkma içmesin. Hop, olabilir. Hammasi hiç bu. Bakar aşkına. Vah. Ben yaptım. Hop.
aka. Engildi, hadi. Suv yo'qmi? Ha? Bir chapaysanlar. Qani bolajonlar, sizlar bilan bitta o'yin o'ynaymiz. Mana shunga, mana shu o'yinda kim g'olib chiqsa, kim ko'p ochko yig'sa, o'shanga mukofotimiz bor. Tushundik-a? Fayzi. Qanday to'g'ri ko'rsak, va mana qilsa, kuyov bo'lib qolsak ham ko'rishaylik. Men ham qatnashsam bo'lam shu musobaqanga. Ha, uyg'onibdilar-da qahramonimiz. Bir bolani boshlaysan hozir. Nima deganingiz? Ota, men armiyada mergan bo'lganman. Ko'ram bo'lmagansan. O'tir. Qatnasham olib kel. O'taman, olib kel. Ha, mayli bitta olsin, shu bilan qulog'imiz tinchsin. To'xta. Qani ushla. Shunday otur. Ushla, qo'rqma, ushla. Ko'tar bunga ushla. Pastroq. Mana pastroq. Mana. Fayzi, yuzini to'sib birazdan boshlaydi. Güzel. Güzel. Yekti. Güzel. Yekti. Yekti. Men ham gapirsam bo'ladimi? Siz kim bo'lasiz? Chempion Oybekning tog'asi bo'laman. Ha, tog'alari bo'lasizmi? Mayli. Marhamat, gapiring. Yoqing unda kamerangizni. Men jiyanimdan juda faxrlanaman. Musobaqalarga o'zim olib borib, mashg'ulotlarga o'zim olib borib, olib kelib yurardim. Jiyanimni o'zim oilamdan ham ustunroq ko'rib katta qilganman. Ya. Ha, o'zimizniki. Qalaysan, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Qara, bir jiyaningni musobaqasi bor ekan tuman markazida. Olib ketgin. Yo'linmasda, bo'lmasa olib ketardim. Xo'p, mayli, amallarimizga. Ha, yur bolam. Ha, yo'l bo'lsin. Qayerga ketyapsan jiyan? Tuman markaziga. Olib ketasan bizni ham? Ha, 10 mingdan. 10 ming qimmat emasmi? Yo, ikkalamizga 10 mingmi? Yo'q, arzon aytdim men sizlarga. 40 ming beramiz, boshqa odam olmaysanmi? Yo'q, odam olmayman. Isroilga mana shunaqada, endi lekin xursand bo'ldim. Endi nevaram bunday bo'lgan. Kelin. Oy, kelin. Ha, ota. Mana bu pichoq juda kichkina ekan, unisiga o'tmayapti. Bir sal bir kattaroq bir pichoq yo'qmi-da, bir o'tadiganroq bir. Ota, bu o'g'lingizga har doim olib keling deb charchadim. Olib kelmayapti. Endi bironta yig'im-pig'im bo'lib qolsa, qarindosh urug'ning orasida tushib qolsa, olib kelaman. Kerak emas. O'zim olib kelaman. Unaqa ishlar qilmang, kelin. Axir ota, pichoqda o'g'risi bo'lmaydi-ku, axir bu udum-ku. Hech narsa qilmaydi. Kelin. Endi sen haligi udumlarga amal qilasan-da. Shunchalik endi udumlarga amal qiladigan bo'lsang, mana eringni ikkinchisiga uylantirib qo'y. Dadajon,
Unaqa demang axir. Biz 21-asrda yashasak, bu qolib ketgan udumlar-ku. Lekin dada yaxshi udim ekan. Menga yoqdi. O'shar. Siz oldin uydagi udumni amallab oling, xo'p? Ukam, ahamiyat berma. Xotinlar shu. Hamma narsani o'z foydasiga ishlatadi. To'ppa-to'g'ri aytasiz aka. To'ppa-to'g'ri. Men xotinimga pul berish uchun kechib berishim kerak. Men xotindan pul so'rasam, u menga qarzga beradi. Mana hozir kungacha xotinimdan men 5 million qarz bor. Nima bu? Xotining sendan ko'p pul topadimi? Hech qanaqa pul topmaydi, uyda o'tiradi. Unda shuncha pulni qayerdan topadi xotining? Ey aka, ana unga pul bering, mana unga pul bering deb mayda chudaga pulni oladi-da, yig'ar ekan u. Aka menga pul kerak paytda, pul bormi desam, u chiqarib beradi. O'zimni pulimni o'zimga qarzga beradi. Mana azizlar, chempionimizning otasi ham ancha o'ziga kelib qopti. Endi bu kishi bilan suhbatlashsak. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, sizga bir nechta savollarimiz bor. Qani, ber. Siz o'g'lingizni shunday iqtidor egasligini qachondan bilgansiz? Endi ancha oldin. Deyarli tug'ilganda desam ham bo'ladi. Va deb yig'lashini o'zida bir qandaydir tug'ma iste'dod bor edi. U chempion bo'lsa bilardim o'sha payt. O'shaning uchun o'g'lim o'qi, nima bo'lsa ham o'qi deb hamma sharoit qilib berganman. Qo'llab-quvvatlaganman. Hey! Naqadda telefon qil. Sen bola bir telefondan bosh ko'tarmaysan. Qanaqa bo'lasan? Qanaqa bo'lasan? Bu yoqda mol suvsiz, yemishsiz yotibdi. Telefon o'ynaganingni qara. Telefon o'ynaganim yo'q, ma'lumotlar ko'ryapman. Ma'lumot? Qanaqa ma'lumot? Ya aqlli qilma. Mana nima? Mana shu nima hozir shu? Kim? Nima shu? Wish nima? Vishwanath Anand. Qayerdan bu? Hindistonlik? Ana Jimini o'ynagan shumi? Yo'q, bu mashhur shaxmatchi. Yig'ishtir shaxmatni. Erkak anaviga shaxmatga qiziqadimi? Yig'ishtir shaxmatingda. Erkak kishi futbolga qiziqadi. Shaxmatga ham qiziqadimi aytsamanda? Nima shaxmat bilan dunyoni bermoqchimisan? Menga qara, hozir kirib men futbol ko'raman. Agar meni kimdir so'rab kelsa, yo'q deyapti, tushundingmi? Arsenal o'ynaydi hozir. Arsenal emas, dada, Arsenal. Bilaman Arsenalligini. Sen mana shaxmatga tikilib o'tiraverib, futbol bilasanmi yoki yo'qmi deb sinab ko'ryapman, tushundingmi? Agar futbolni biladigan bo'lsang, Arsenal hozir kim bilan o'ynaydi? Yo'q, dada, bilmayman, shaxmatga qiziqaman. Bilmaysan. Arsenal bilan hozir Barselona o'ynaydi. Tushundingmi? Arsenal emas, Barselona, dada. Material shular bor. Terrornikdan mulga qara, yemishini so. Menga aql o'rgatasan? Ayasi! Tarvisi so'ya. Xotinlarga hayronman-da. Bor bir joyga borib kelsa, "Ya bormayman. U yerda erkaklar ko'p" deb bahona qiladi. Mana bizga aytsa, ayollar ko'pagan deb bahona qilmay ketaveramiz-ku. Mana qaysi kuni borib Vinovodkadan bitta pivo olib kelib ber desam, bormayman. U yerda erkaklar ko'p bo'ladi deydi. Bekallang qursin. Ahmoq, kelib to'g'ri aytyapti. Bir to'da haligi shirakayib erkaklar ichiga uyalmasdan menda kir bormaydi-ku. Unga uyat bo'lar ekan, bizga uyat bo'lmas ekan. Mana tunov kuni bir joyga jo'natdi, ayollar ko'p ekan. Indamay borib keldim. Qayerga bording? Maktabga, ota-onalar majlisiga borib keldim. Nima qildi? Men nabiram uchun ota-onalar majlisiga boraman. Menga to'g'ri tushuntirsa to'g'ri borib kelaman. Men borib sharmanda bo'lib keldim. Nimaga sharmanda bo'lasan? Maktabga borib men Hamroqulov Oybekni dadasiman desam, hamma guv etib kuladi. O'qituvchisiga nega kulasiz desam, bizda bunaqa o'quvchi yo'q deydi. Mana onani beparvoligi, farzandga beparvolik shunchalik bo'ladimi? Menga qaysi maktabda o'qiyotganini aytmagan. Endi mana oqsoqollar. Azizlar. Mana fursat bo'lib qoldi, bir gap aytishim kerak. Mana mahalla raisisan. Shu mana ko'chamizni ko'ryapsan.
katta yo'ldan keladigan ko'chamiz o'yilyapti. Shu yo'lni bir qaytadan chiroyli qilib qilsak bo'lmaydimi? Bir chiq bu yoqqa bir murojaat qilib. Asfalt yotqizaylik. Mana televideniya ham kelib qoldi. Nur ustiga alo nur. Endi asfalt juda qimmatda aka. Unda shu chuqurlarni yamab berishsang, Bu ham katta xarajat aka. O'sha chuqurlarga sementni qorishma qo'ysak bo'lmaydimi? Sementni narxini bilasizmi? Fayzulla, raissan. Birorta yechim topda bo'lmasa, mashinalarni g'ildiraklari yorilib, tagi yirtilib, pachag'i chiqib ketyapti. Yechim top bironta. Xavotir olmanglar. Buni yechimini topdik biz. Barakalla, barakalla. Qanaqa yechim ekan? Biz mahallamizni boshiga belgi qo'yamiz. Yo'l ta'mirlanyapti degan. Hamma shunga amal qiladi. Mashinalarimiz yorilmaydi, teshilmaydi. Eng qulay, bexarajat tomoni shu ekan. Siz chempionimizni bobosiz, a? Ha, bobosiman. Mana shu Oybekjonni chempion bo'lishida sizda qanday hissangiz bor? Ya endi bu bir qariya nima ham qo'yib berardim. Endi bu bolani o'zida borda endi o'zini tirishqoqligi. Xo'p, endi esdalik uchun bitta rasmga tushib qo'yaylik, a? Hamma yig'ildimi? Yaxshi. Otaxon. Siz kadrga sig'mayapsiz. Boyadan beri kadrni buzyapsiz. Siz chiqib tura qoling, asosiy odamlarni rasmga olay, maylimi? Keyin o'zingizni alohida olaman. Bobam tushmaydilarmi? Unda men ham tushmayman. Xo'p, mayli, o'ting. Orqaroqqa turing, orqaroqqa. Ha, o'sha bo'ldi. Endi bitta maslahatinglar kerak-da. Shu ko'rsatuv chiqsa, nima deb nomlasak ekan, a? O'qituvchi bilan o'quvchi deb nomlasak-chi? Tog'ajiyan deb nomlaylik. Jarangdor, qaranglar. Ha! Nima deyapsizlar? Ota bola deb nomlaymiz. Ot o'rnini toy bosadi. Shoshmaylik. Maylimi men bir nom aytsam? Otaxon, asosiy odamlar turibdi-ku, siz nima qilasiz aralashib? Yo, endi taklif bildiringlar deganingizga aytyapman-da, bolam. Mana shu ko'rsatuv nomini urushdan keyingi qahramonlar deb atasak qanday bo'ladi? Ha, mayli. Qani, diqqat, hamma rasmga. Kulamiz. Kulgular